حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey iymon keltirganlar, Allohga xolis tavba qilinglar deb marhamat qiladi. Ba'zi musulmonlar islom dinidan yetarlicha ilmga ega bo'lmaganlari sababidan tavbani ma'lum yoshgacha, masalan, turmush qurguncha yoki haj ziyoratini amalga oshirguncha kechiktirish mumkin deb o'ylaydilar. Ya'ni qaraganimda tavba qilaman yoki hajga borib kelib tavba qilib olaman deydilar. Go'yo nima xohlasalar shuni qiladilar u Alloh ularni kutib turadi. Malakul maut, ya'ni o'lim farishtasi ham ularni kutib turadi go'yo. Ammo ular anglamaydilarki, o'lim farishtasi ularning yosh yoki qari ekanliklarini ajratib o'tirmaydi. Boy kambag'alligingiz, erkak yoki ayol kishi ekaningiz, bemor yoki sog'lom ekaningiz uni qiziqtirmaydi. O'lim farishtasida ismlaringiz ro'yxati bor bo'lib, va ana shu ro'yxat asosida odamlarning jonini oladi. Dinimizning asosiy manbalaridan biri sifatida ko'rmasak-da, gapimizni quvvatlash uchun Bani Isroiliyot hikoyalaridan biriga quloq tutaylik. Unda aytiladiki, Malakul Maut insonning yuziga bir kunda 5 marta nazar soladi. Uning o'z kelajagi uchun reja tuzayotganini, nikoh to'yini rejalashtirayotganini, biznesining hisob-kitobini qilayotganini, sayohatlar rejalashtirayotganini, hatto bolasining kelajagini ham reja qilib qo'yayotganini ko'radi. Va bechorajon o'zining vaqt soati yetganini bilmayapti. Va hali juda ko'p vaqtim bor deb o'ylayapti deydi. Shunga o'xshash yana bir rivoyat bor. Barchamiz podshoh va payg'ambar bo'lgan Sulaymon alayhissalom qissalarini bilamiz. Ushbu nabiy Sulaymon alayhissalom huzurlarida vazirlari bilan o'tirgandilar. Vazirlardan biri o'zini noqulay his qilib turib ketdi. Birozdan so'ng qaytib kelganida Sulaymon alayhissalom unga qarata shunday dedilar: "O'zingni bunday tutishing, bunday holatda turib ketishing sening tabiatingdan emas. Ya'ni senga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Haligi kishi: "Ey nabiy, yoningizda o'tirgan kishi menga juda g'alati holda tikilib qarab turgandi. Shuning uchun o'zimni noqulay his qilib turib ketdim" deb javob berdi. Va o'sha kishi kim edi deb so'radi. Shunda Sulaymon alayhissalom u o'lim farishtasi edi deb javob qildilar. Vazir: "Subhanalloh, hali men va o'lim farishtasi bir yerda turibmizmi? Iltimos, shamolga buyuring. Meni Alloh subhanahu va taoloning bu yerdan uzoq-uzoqlarga olib ketsin" dedi. Sulaymon alayhissalom shamolga buyurdi. U bu kishini Hindiston yerlariga olib borib tashladi. Subhanalloh. Bundan biroz vaqt o'tib, o'lim farishtasi Sulaymon alayhissalomning huzurlariga keldi. Shunda undan: "Mening vazirimni juda noqulay ahvolga solibsan. Nima sababdan unga buncha tikilib qaraganding?" deb so'radilar. U: "Men uni bu yerda ko'rib hayratga tushdim. Sababi Alloh menga uning jonini Hindiston yerlarida olishni buyurgandi. U zotning buyrug'ini bajarish uchun Hindistonga otlangandim. Subhanalloh, u kishi Falastinda bo'lsa, qanday qilib uning jonini Hindistonda olarkanman deb ketayotganimda, shamol uni mening oldimga keltirdi va o'sha yerda uning jonini oldim" deb javob berdi. Demak, biz nima qilishni xohlashimiz ahamiyatsizdir. Albatta bu rivoyatlar Sahihul Buxoriy yoki Sahihul Muslimda kelmagan, ammo yana takror aytamanki, o'lim farishtasi qachon tashrif buyurishini, qachon jonimizni olishini, qachon Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytarilishimizni bilmaymiz. Shuning uchun ham Qur'onda inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytuvchimiz deyiladi. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila
Sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi joningizni oladir. So'ngra Robbingizga qaytarilursiz deb ayt. Sajda surasi 11-oyat. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l.